Endi har bir uy bekasida ideal somsa retsepti bor. Videoga like bosib saqlab oling. Aniq bu retseptni tayyorlab ko'rmagansiz. Xamir uchun tuz, suv, sut, eritilgan margarin, un solib, qattiqqina xamir qorbalamiz. Mani xamirim kattaroq, shuning uchun ikkita zuvalaga bo'ldim. Oson yoyilish uchun zuvalalarni tindirib olamiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, xamirga ham margarinni eritib soldik. Endi xamirga surish uchun aralashmani tayyorlab olamiz. Margarin, moli yog'i, o'simlik yog'ini bitta idishga solamiz, eritib olamiz. Yupqa yoyilgan xamir ustidan aralashmani suritamiz. Yog' suritilgan xamirni tortib o'rab olamiz. Chetlarini tekislab rulet shakliga keltirib olamiz. Tingan xamir yaxshi yoyilishini o'zinglar ham bilsanglar kerak. Tinib olgan xamirimizni 45 grammdan qilib kesib olamiz. Yoyishda muammo bo'lmasligi uchun ko'rsatilgandek qilib bir tarafini yopamiz. Ana endi yoyilishiga ahamiyat bering. Birinchi bo'lib orqa tarafidan ochishni boshlaymiz. Kichikroq alana ko'rinishda ochib olgach, orqa tarafini o'giramiz. Bosmasdan suribroq ochsanglar hamma qatlari ko'rinadi. Qiymani xohishga qarab tayyorlab oling. Somsa tugishga biz shu ko'rinishdagi idishlardan foydalanamiz. Xohlasanglar choynak, piyoladan ham foydalansanglar bo'ladi. Shunda somsa do'mboqini chiqadi. Somsa retseptini to'lig'icha ko'rsatyapmiz, lekin tayyorlashga vaqtinglar bo'lmasa, ushbu somsa xamirini va somsani debug profildan topsanglar bo'ladi. Tugilgan somsa ustiga aslo tuxum sura ko'rmang. Oddiy suvga belab, xohishga qarab kunjut sepamiz. Pishirish uchun esa qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Qarsilldosh somsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, debug asoschilaridan duo qilishni unutmang.